Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari. Bugungi raskladimiz dekabr oyi uchun bo'ladi. Dekabr oyida nimalar kutyapti bizlarni? Ikkita variant bo'ladi. Yuragingiz qaysi birini tanlasa, signal bersa, o'shanisini tanlashingizni tavsiya qilaman. Birinchi variant energiya yuboring. Ikkinchi variant energiya yuboring. Shaxsiy o'chirim qilmoqchi bo'lsangiz, lichniy rasklad uchun bemalol Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Kartaga qiziqadiganlarda esa bemalol shogirdlikka qabul qilyapman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda qani birinchi variantni qanday vaziyatlar kutyapti? Yo'l, judayam ko'p yo'l yurishingiz mumkin. Tezlashib ketadi. Dekabr oyi siz uchun judayam tez harakat, tezlikni talab qiladigan oy bo'lib keladi sizga oyning boshidan. Yoki mashina bilan bog'liq qandaydir vaziyatlar bo'lishi mumkin. Nimalar kutyapti? Dekabr oyida hamkorlik, ya'ni sizni kuchingiz hamkorlikda bo'ladi. Kim bilandir hamkorlikda ishlayotgan bo'lsangiz, kim bilandir munosabatda bo'lmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bu sizni eng kuchli tarafingiz hisoblanadi. Ya'ni balkim sizni turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, balkim sizni hamkoringiz bo'lishi mumkin, sherikchilikda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizni bu eng kuchli tarafingiz hisoblanadi ishingiz oldiga yurishda. Xo'p, dekabr oyida nimalar kutyapti? Ya'ni dekabr oyida boshida hamkorlikda ishlash, komanda bo'lib ishlash sizga yaxshi natija beradi va kuchli his qilasiz o'zingizni. Qandaydir muammolar kelib chiqishi mumkin. Yangi boshlanish bo'ladigan bo'lsa, qandaydir imkoniyatlardan foydalanishda muammolar kelib chiqishi mumkin. Bu muammoni bemalol hal qilasiz. Balkim kimdir homilador, kimdir farzandli bo'lishi mumkin, kimdadir mana shunaqa yangilik bo'lishi mumkin dekabr oyida. Shu bilan birga yangi nimanidir boshlashingiz mumkin, yangi nimanidir amalga oshirishingiz mumkin. Bu nima desa bo'ladi? Qandaydir imkoniyat, qandaydir sizga yangilik hayotingizga kirib kelishidan darak beradi. Dekabr oyida nimalar kutyapti? Dekabr oyida bu tabiiy holat, o'yin kulgi, bir xil to'lqindagi insonlar bilan birga bo'lish va bu dekabr oyining oxirida ayollarda sevgi uchburchagi bo'lishi mumkin. Ya'ni siz munosabatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga boshqa bir inson yoqib qolishi mumkin. Bunda sizni yuragingizga malham bo'la oladigan, chiroyli sevadigan inson bo'lishi mumkin. Chiroyli sevgi deganda nimani nazarda tutdim? Bunda chiroyli gaplar, chiroyli so'zlar, romantika, mana shunaqa narsa bera oladigan inson bu. Lekin sizga постоянно yoningizda suyansiz bo'ladigan tog' rolini o'ynab beradi deya olmayman, lekin chiroyli gapirishni biladi, chiroyli muomala qilishni biladi, hurmatingizni joyiga qo'yishni biladi, lekin boshqa tarafdan balkim sizni talabingizga javob bermasligi mumkin. Romantikadan tashqari o'yin kulgi, xursandchilik, o'rtoqlaringiz bilan yig'ilishingiz mumkin, o'tirishingiz mumkin. O'zingizni bir xil to'lqindagi insonlar bilan yaxshi his qilishingiz mumkin. Bu tabiiy holat dekabr oyida. Endi yangi yil nishonlanishi mumkin. Shu munosabati bilan qandaydir o'tirish bo'lishi mumkin, banket o'tirish, mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Finansiy tarafda birozgina e'tiborli bo'lishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni sarf xarajatni ko'paytirib yubormang, chunki o'ylamasdan ishlatilgan qandaydir kerak emas narsalarni xarid qilish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shunda shuni maslahat beramanki, xarid qilayotgan narsangizni kerakmi, kerak emasmi yaxshilab o'ylab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Finansiy holat bilan bog'liq va sizni
mo'tadil holatda qolishingiz bilan bog'liq. Dekabr oyi sizga judayam pul, moliyaviy, mana shu finansiviy tarafdan sizga judayam yaxshi keladi. Bu yerda men sizni hech qanday mana bu kartadan boshqa xafa qiladigan narsa ko'rmayapman, lekin bu tabiiy holat, bu mayda-chuyda uchrashi mumkin bo'lgan, tabiiy bo'lgan muammolarni hal qilishingiz mumkin. Bu katta muammo emas. Judayam yaxshi kartalar tushdi dekabr oyiga. Demak, dekabr oyi bizga judayam yaxshi keladi. Xavotir oladigan narsa yo'q bu yerda. Birinchi variantni tanlaganlar uchun. Ikkinchi variant. Ikkinchi variant. Ehtiyot bo'lasiz. Ikkinchi variant sehr bilan bog'liq sizga hujum bo'lish ehtimoli bor dekabr oyining boshida. Nimagadir erishish uchun sizga sehr tarafdan hujum uyushtirishlari mumkin. Kimdandir xabar keladi sizga, qandaydir yo'qolib ketgan odamdan xabar bo'lishi mumkin. Hayotingizga o'tmishdagi insoningizdan qandaydir yangilik eshitishingiz mumkin. Xat, xabar, SMS, telefon, mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin dekabr oyining boshida. Bu yerda agar siz farzandlaringiz bilan bog'liq nimanidir kutayotgan bo'lsangiz, buni qandaydir natijasi chiqqanini eshitishingiz mumkin. Farzandlar bilan bog'liq kutayotgan qandaydir harakatingizni natijasini kutayotgan bo'lsangiz, bu natija uzoq kuttirishi mumkin. Lekin bu yerda sehr bilan bog'liq bo'lgani uchun sizda to'xtash bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olishingizni tavsiya qilaman. Farzand bilan bog'liq yoki sizni o'tmishingiz bilan bog'liq, ota-onangiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin bu narsa. Siz kutayotgan narsa, lekin natija bermayotgan narsa. Dekabr oyining boshida nimalar kutyapti? Qarang, bu yerda siz ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan narsa uzoqqa yo'l bo'ladigan bo'lsa, yoki munosabatlarda qandaydir siz xohlagan emotsiyani ola olmagan bo'lsangiz yoki siz xohlagan emotsiyani berisha olmayotgan bo'lsa, bu yerda hushyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki uzoq yo'l yoki qandaydir munosabatlardan ketishda ayyorlik, g'irromlik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu ayyorlik, g'irromlik sizga nisbatan ishlatilayotgan bu hiyla, nayrangni bilyapsiz, his qilyapsiz va bundan norozisiz. Atrofingizdagi sizga berilayotgan boshqa bir imkoniyatlarni siz tan olgingiz kelmayapti. O'zingizda bor imkoniyatlarni ishga solgingiz kelmayapti va bu narsa oxir-oqibat munosabatlarda ketishga olib kelishi mumkin. Bu nayrang yoki ayyorlikka siz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu norozilikdan chiqishingiz kerak, norozi holatdan chiqishingiz kerak. Atrofingizda maksimal darajada qanday imkoniyatlaringiz borligiga qarashingiz kerak. Ayniqsa bu uzoq yo'l bilan bog'liq vaziyat bo'ladigan bo'lsa, kimdir qayergadir ketishingiz bilan bog'liq, borishingiz bilan bog'liq vaziyatlarda hushyor bo'lishingizni tavsiya qilaman dekabr oyida. Bu yerda imperatrica kartasi tushyapti. Bu judayam resursli ayol, oilali ayol, ona bo'lishi mumkin yoki turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda hayoti davomida ko'plab narsalarga erishgan insonligi va bu inson bilan bog'liq nimalardir tugayotganligi, agar tugamayotgan bo'lsa, bu inson bilan bog'liq stressli holat bo'lganligi, agar munosabatda bo'ladigan bo'lsalaringiz, munosabatlar tugayotganligi bo'lishi mumkin yoki bu inson bilan bog'liq o'rtalaringizda stressli vaziyat yuzaga kelgan bo'lishi mumkin va bu holatda juda ham o'zingizni yomon his qilayotgan bo'lishingiz mumkin hozirgi paytda. E'tibor bering, bu dekabr oyining oxiriga
qaratilyapti. Ya'ni ba'zi bir vaziyatlarda tugash bo'lishi mumkinligi haqida ko'rishimiz mumkin bu yerda. Emotsiyalar, nimalardir ortiqchaligi, ortiqcha narsani hayotimizdan chiqib ketishi, nimanidir tugash vaqti kelganligi va yolg'izlik kartasi tushyapti bu yerda. Bu yolg'izlik kartasi donolik, ya'ni ichingizdagi donolikni ochish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'zingizdagi donolik qirrasini ochishingiz uchun yolg'iz qoladigan qandaydir vaziyatlarni olib kelishi mumkin. Qandaydir holatlar bo'lishi mumkin. Siz aybdor his qilmang yoki kimdandir xafa his qilmang, lekin bu vaziyat sizga kerak. Nima uchun kerak? Sizda nimalarnidir anglab olishingiz uchun kerak bo'ladi. Ichingizdagi donolikni ochish uchun kerak bo'ladi. O'tmishdan xulosa chiqarish kerak bo'lgan vaziyatlarni o'ylab olish uchun yolg'iz qolishga bo'lgan ehtiyojingiz yuzaga kelishi mumkin. Birozgina bu variant endi shunaqa tushdi, lekin xafa bo'lmang, hammasi yaxshilikka, hamma narsada xayr bor. Shuning uchun hech ham o'zingizni ruhingizni tushirmang. Keyingi videoda ko'rishguncha.